Darsga hamma ruxsat so'rab kirardi. Endi darsga bir odam kelib ruxsatsiz o'tirib olsa chiqarib yuborardilar. U talabalardan ruxsat so'rash kerak, hadrat ruxsat berish kerak. Men bezga o'xshab kirib olaverardim hamma darsga. Hadrat sekin talabalarga aytardilar, bu kishi Abror Muxtor Ali domla, bu kishi o'sha kameraga oladilar, yozadilar deb sekin ko'nglimni ko'tarib qo'yardilar. Go'yo bizdan deganda qilib qo'yardilar. Ana shu samimiylikda bir kun nima debman, bir odam keldi men oldimga. Hadrat bilan bir gaplashaylik. Nimaga? O'zbekistonda benzin tortilib qolgan payt. Benzin o'sha tortilib qolgan, juda sharoit og'ir payt. Katta bitta kompaniya Checheniston orqali katta bir partiya O'zbekistonga olib kelyapkan ekan benzin. Shuni bir og'iz Ramzan Qodirovga aytsalar, bu oddiy biznes taklif deyapti. Oddiy biznes taklif. Shuni aytsalar, har bitta partiyaga 200 ming dollardan pul beramiz deyapti. U paytdagi 200 ming dollar bilasizmi qanaqa pulligini? 3,5 ming dollarga ikki xonali dom berardi. Katta ob'yom endi. Mana endi o'sha yoshligimga borib kirib aytibman Hazratga. Bir og'iz shunaqa deyishyapti desam, keyin Hazrat qarang farosatlarini-da. Meni ham ko'nglimni anaqa qilmayaptilar-da. Domla deyaptilar, biz hozir o'sha Ramzanga men kimgadir iltimos qilsak, keyin da'vatimiz ta'sir qilmay qoladi. Gapimizni qilmay qo'yadi. O'shaning uchun sizdan bitta iltimos, menga yordam bering deyaptilar. Gap qarang. Menga yordam bering. Shu narsani ularning o'ziga qoldiringda bizga chiqmasin. Shunaqa hijolat bo'lganman. Qaytib bu dunyo masalasini tiqishtirmayman. Aytganlarida dunyodan yuz o'girgan sari dunyo orqalaridan quvardi. Dunyoni quvgan odam dunyoga yeta olmaydi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Sabr bilan tinglaganinglar uchun sizlarga ham tashakkur. Sog' bo'ling.